Aka pullari. Ha? Puli. 35 deyapmiz kami. Unday demang-a. Hozir videosini qo'yishim mumkin. U yerda 12 ming yurgan ekan. Top-toza. Unga metan qo'yilgan, balolar qo'yilgan, 125 ga qo'ydik hozir. Bunda chexol, polek. U ham shunday. Hozir ayli. 30 ga qo'ydingiz. 125 ga qo'ydik oxiri qilib. Shuni ham qo'yamiz 125 oxiri qilib. Ayli turibdi jentra shu yerda. Hozir videosini qo'yib beraman 125 ga qo'ydik. 30 bo'lsa, Bu necha pul yo'qsiz aka? Buni 135 ekan. 23 ekan yili. aytam o'zimizni maoshini, buni bergan maosh. Men qarang. Shuni 25 qilib qo'yaylik. Hozir qarang, uni 25 qilib qo'ysa bu 13 ming yurganmi? 12 ming yurgan. U hamma narsasi bor uni ham. To'g'ri kelmaydi, mantiqan to'g'ri kelmaydi. Oxir 30, birin nima o'tib beramiz. Biron nima demang, shuni 25 oxiri deb qo'yaylik, undan bir so'm ham kam bo'lmaydi deb qo'yaylik. 25 ga. Bo'ladi. Men misol uchun nima ish qilasiz o'zingiz? O'zim qurilishda ishlayman. Qurilishda ishlaysan. Misol uchun qurilish sohasini men bilmayman. Qurilishda nima qilish kerak, g'isht qanday terish kerak, qancha sement ketadi bilmayman misol uchun. Lekin moshin bozorda ham siz bilmaysiz. Men sizga dushmanli joyim yo'q. Sizga arzon sotib qo'yish menga hech qanday aloqasi yo'q misol uchun. Yo men qarindoshimga olib berayotganim yo'q. Sotilsin deyapman. Buni baland qilib qo'ysa 150 qo'ysa ham hech kim olmaydi. So'ramaydi. Yo, shuni 25 qilib qo'yaylik aytganda qiling. 25. Ha, 26 qilib qo'yaylik bo'lmasa. 20 yo'q. Kilo'sini qani? 26 kam. Yo, oxirida. Oxiri 30 deb qo'ying. 30 deb qo'ysa kelavermaydi-da, kelaverayotgan qilib qo'yaylik-da, shu egasi shu klient kelayotgan qilib qo'yaylik. O'zim qarang. 28 undan yilamiz shu. Yo, men qarang. Uni ismingiz kim? Nurbek. Nurbek aka. Mana bundayda o'zi narxi bichildi bularni. O'sha 25, 27 yaxshilari, 2000, 3000 yurganlari 30 shunday bo'lyapti-ki. Endi hozir 12 ming, 13 ming yurgan ekan. 25, 26 yomon emas-da, 26 qilib qo'yaylik hech bo'lmasa. 28 qo'ying, qanaqa qilib beramiz. 27 qilib qo'yaylik bo'lmasa oxirida. Bu yomon qattiq ekan siz. Ya, o'zi anomimiz shuda dedimiz. Ha, 28 mi dedingiz? 30 yurdik endi mayli. Yap 25 qo'ydik deyapti endi bu. Ha, shunday. Hozir ko'rsataman, videosi turibdi mana. Hozir videoga oldik o'zi. Endi mayda-chidalar ham bor-da. 125 deb qo'ydingda. O'sha u kishi ham 130 deb turuvlar. Kelishtirib beraman, 1-2 million o'taman dedilar. Men aytdim, men bozorda ko'ryapman, to'g'ri tushuntirdim-da. Misol uchun hozir 50 million qo'ysa ham, 100 million qo'ysa ham qo'yib ketaveraman men. Da, sotilishi kerak. Misol uchun men ham mehnatim qo'ymasligi kerak. Siz ham shuni sotish uchun olib chiqqansiz. Shuning uchun chiroyli kelaversin. Ha? Kelaversin, ha? 28 dan ham nimalardir o'tib berasiz. Demak, 2023-yilda ishlab chiqarilgan metan qo'yilgan 4-pakalina. Balon holatlari ham balonlar yangi pachka balon qo'yib qo'yilgan ekan. Mashina holati ideal holatda, bir tomchi kraskasi